Assalomu alaykum do'stlar barchaga. Kurs dollar yana ko'tarilmoqda. Rublni ko'rib turibsizlar. 1000 rubl 162 ming so'mni tashkil etmoqda do'stlar. Bu juda ham yaxshi natija. Taxmin qilganimizdan ham ko'ra o'tib ketdi. 160 ta taxmin qilgandik. 160 ming so'mni 1000 rublda. 162 ming so'mga chiqdi. Xullas, bir oylik prognozni aytadigan bo'lsam, Rossiyada ishlab yurgan bratlar, bu video aynan siz uchun. Bilaman, siz Rossiyadasiz va uyim-joyim deb mehnat qilib yuribsiz. Halol ishlab topgan pulingizni O'zbekistonga hech qanday foizlarsiz va yaxshi kursda yuborishingizga zo'r tavsiyam bor. Buning uchun Play Market yoki App Store'ga kirib, Yubor degan ilovani yuklab olasiz. Va ilovadan Rossiya nomeringiz bilan ro'yxatdan o'tasiz. Qarabsizki, Yubor ilovasi sizga xizmat qilishga tayyor. Ushbu ilova orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga xohlang AQSh dollarida, xohlang so'mdan pul yuborishingiz mumkin. Brat, o'ylab o'tirishni bas qiling, siz ham bir sinab ko'ring. Xullas, bir oylik prognozni aytadigan bo'lsam, 7900 ni hozir 7800 rublni ko'rsatmoqda hozir 23-mayga kelib, juda ham yaxshi natija. Xullas, iyunda oxiriga borib, mana do'stlar, 7700 rublni tashkil etishini kutilmoqda ekan. Bu degani mana iyun oyi bo'lsa, tak noyabrga borib 6000, oktyabrga borib 6000 rublga tushib qolishini taxmin qilishmoqda do'stlar. Kanalga like, obuna bosib qo'ying. Keyingi videolarimizni ko'rishingiz uchun do'stlar. Xo'p, bu juda ham yaxshi natija do'stlar. Xursand bo'lib ketyapman o'zim. Musofirlarga juda ham kuch-quvvat bo'ladi. Musofirlar, sherlar, ovchilar, omon bo'linglar. Biz doim birgamiz. Tak rublni aytdim, 162 ming so'mni tashkil etmoqda. Dollar esa 100 dollari 1.289, почти 1.290 mingni tashkil etmoqda do'stlar. Bu zo'r natija do'stlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr do'stlar. Obuna, like bosib qo'yishni unutmang.